Kim u? Pika, bu yerga qaravor. Ha, mer gapiravering. Og'irotlarni qachon tozalaysan? Xo'p, bo'pti, boravering. Tezlash. Juda ham charchab ketdim. Har kuni ish. Juda ham agar mana shu yerda haligi boshqa yerga tanlash imkoniyati bo'lganda, men aniq boshqa yer tanlagan bo'lardim. Chunki bu yil уже yer almashish kerak va o'shanda aynan shu yerdan boshqasiga aytaman. Boshqasini tanlashni aytaman. Chunki birorta hatto erkinlik bermaydi, dam olishga qo'ymaydi. Shuning uchun aytaman. Xo'p. Okey. Endi jichcha bo'lsa ham dam olaman. Hozir uyimga kirib mategamni tashab berdi oldiga o'tib mana shu narsalarni berib kelsam bo'ldi. Sizlar bilan masalashib qo'yku. Hammaga salom. Sizlar bilan men Yarocha Pikaga oyligini talab qilaman va bugun oylik olayotgan kunim. Hop, unda kiramiz merimizni oldiga. Merni oldiga kirdik. Mana hozir kiramiz. Mer, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Sekin. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Meni uyg'otishdan boshqa ishingiz yo'qmi? Mayli, mer mana sizga, qarochi maza qilib ishlayapti. Mana bular ekan-ku. Barib pishiritsam bervordi. Iflos. Men Sharqiy Osiyo muzey ko'rgazmasiga tayyorlandim. Qorami. Mayli. Endi uyga kirib maza qilib uxlayman. Kir! Narvali uy ham yo'q, narvali uy bermagan. Mana o'chog'imga qara chiroyligini. Utti. Juda ham zerikib ketdim uyda o'tirib, ko'chada biror nima qilsammi-kuna. Mana bu hosillarim ham hali pishmagan. No, mayli. Voy, ana mer iflos. Navbatdagi pshenitsani ham ovopti xo'ramdan bo'lgan. Mayli. Men chiroyli manzaralarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Mana bu daraxt juda ham chiroyli turibdi ekan. Wow, mana bu-chi. Shuncha qora daraxtlarning orasida bitta oq daraxt. Juda ham chiroyli. Xo'p, ana bu yerda bitta mol chiroyli turibdi. Mana bu yakka o'zi turibdi. Juda ham nima bu? Qonmi? Qon. O'lik. Kim qildi? O'lik. Pika, nima qilib qo'yding? Mer, ili. Hech balo qilmadimmi? Men просто bu yerda yuraverdim. Ha, mayli, hozir o'zim rizqiga qilaman. Hop, ne? Voy, odam o'libdi anaqda. Obunachilar, aytdi. Men просто rasmga olgan chiqqanda odam o'ligi yotgan ekan. Nima bo'lgandan qo'rqib ketdim to'g'risi. Obunachilar. Lekin bir narsaga hayronman. Meni qayerdan u yerdaligimni bildi. Balkim u meni ko'rib qolgandir. Yo'ldan shunchaki ko'rganda yugurib oldimga kelgan. To'g'rimi? Shunday bo'lishi ham mumkinmi? Albatta mumkin. Axir menimiz shunaqa odam. Lekin shubhali emasmi? Shubhali emasmi? Men orqamdan sirazi topib borgani shubhali emasmi? Lekin men to'g'risi shubhalanyapman.
balki mer o'zi o'ldirgandir u odamni. Mayli, bir gap bo'lar. Men merni uyiga kamera o'rnataman. Shunda u nima qilayotganini bittada bilib olishim mumkin. Dadam. Voy! Unachilar hozir Ilya uyga kirdi-da. Shunday bir nima ko'rib yo'qib qoldi. Hozir uyga kiraman. Uyga kirib, menimcha u hozir versak qo'lagan. Chunki eng oson qo'lda sindirilayotgan bu taxta narsalar va eng tagi yopiq narsa bu narvon. Voy, tush kerak. Bota redstone. Bu bizni yetillarimiz bosh suvagi. Yo, men bog'da qolmayman. Men chiqib ketaman. Topsan-da baribir.